Moskvadamisiz yoki Moskvaga ishlash uchun bormoqchimisiz? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Amina ilovasi. Bu Rossiya Ichki ishlar vazirligining rasmiy ilovasi bo'lib, ilovaning ishlash tamoyili juda oddiy. Amina ilovasi sizning geo joylashuvingiz haqida Rossiya Ichki ishlar vazirligiga muntazam ravishda ma'lumot jo'natib turadi. Ilovaga har kuni ertalab, kun yarmida va uxlashdan oldin kirib, ilova geolokatsiya uzatayotganligini tekshirib turishingiz kerak bo'ladi. Hozircha ilova sinov rejimida faqat Moskva va Moskva viloyatida ishlamoqda. Bu tartib 2026-yil 1-sentyabrgacha amal qiladi. Shundan so'ng uni Rossiyaning boshqa hududlarida ham joriy etish rejalashtirilgan. Ilova kimlar uchun majburiy? Amina ilovasi Moskva va Moskva viloyatiga ishlash maqsadida vizasiz tartibda tashrif buyurgan mehnat muhojirlari uchun majburiydir. Jumladan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va boshqa viza talab etilmaydigan mamlakatlar fuqarolari uchun ham. Muhimi bu qoida nafaqat 2025-yil 1-sentyabrdan keyin kelganlar, balki ushbu sanagacha Rossiya hududida bo'lgan muhojirlarga ham taalluqli. Shuningdek, dastlab boshqa maqsadda kirib, keyin patent olib ishlashni boshlaganlar ham ushbu ilovani yuklab olishlari kerak. Aminani qachon o'rnatish kerak? Saxir va ko'p tarmoqli migratsion markazida ro'yxatdan o'tgandan so'ng darhol o'rnatish to'g'ri bo'ladi. Ilovani o'rnatmaslik yoki undan foydalanmaslik qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Ilovani o'rnatmaslik yoki undan to'g'ri foydalanmaslik oqibatlari turlicha bo'lishi mumkin. Agar ilova umuman o'rnatilmasa, avvalo 7000 rublgacha jarima qo'llanilishi mumkin. Shundan so'ng muhojir migratsion hisobdan chiqarilishi va nazorat ostidagi shaxslar reyestriga kiritilishi mumkin. Bu esa bank xizmatlaridan foydalanish, uy joyni rasmiy ijaraga olish va boshqa turdagi hujjatlarni rasmiylashtirish bilan bog'liq qat'iy cheklovlarga olib keladi. Og'ir holatlarda esa mamlakatdan chiqarib yuborish va kelgusida Rossiya hududiga kirishga taqiq qo'yilishi mumkin. Shuni e'tiborga olish kerakki, Amina ilovasi o'rnatilgan telefoningizga VPN o'rnatilmagan bo'lishi kerak. VPN uchun hech qanday taqiq yo'q, lekin VPN sizning geo joylashuvingizni noto'g'ri ko'rsatishi va kelgusida muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun ikkita telefon qilib olgan tavsiya etiladi. Agar telefoningiz buzilib qolsa yoki yo'qolib qolsa, sizning ixtiyoringizda 72 soat vaqt bo'ladi. Bu vaqt mobaynida yangi telefon olib yoki buzilgan telefoningizni ta'mirlatib, Amina ilovasini yuklab olib, qaytadan profilingizga kirib olishingiz kerak bo'ladi. Agar Rossiyaning boshqa hududiga ko'chsangiz, yangi joyda migratsion hisobda turishni Rossiyaning Ichki ishlar vazirligi yoki MFC orqali odatiy tartibda rasmiylashtirishingiz kerak bo'ladi. Yashash manzilingiz o'zgarsa, 72 soatdan oshmagan holda Amina ilovasida yangi yashash manzilingizni kiritishingiz zarur. Agar Amina ilovasida texnik nosozliklar yuzaga kelsa, ekranda ko'rsatib o'tilgan ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishingiz tavsiya etiladi. U yerda o'zbek va tojik tillarida ham xizmat ko'rsatishadi. Amina ilovasini qayerdan yuklab olish mumkin? Amina ilovasini faqat Rus Store'dan yuklab olish mumkin. Amina ilovasi Google Play yoki App Store'da mavjud emas. Amina ilovasida ro'yxatdan o'tish uchun shaxsingizni tasdiqlovchi pasportingiz ma'lumotlari yoki saxir va ko'p tarmoqli migratsion markazida beriladigan xorijiy fuqaro kartasi, ya'ni qizil karta ma'lumotlari kerak bo'ladi. Yuqoridagilardan xulosa shuki, Amina bu shunchaki rasmiyatchilik emas. Bu davlat sizni nazorat qilib turishi uchun ishlab chiqilgan ilova bo'lib, unga e'tibor bermaslik patentdan ayrilish, bank hisoblari muzlatilishi, zapret yoki deport kabi og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu holatda jarima bilan qutulish eng yengil jazo turi hisoblanadi. Aytgancha, Rossiyada ishlayotgan yurtdoshlarimiz uchun muhim bo'lgan yana bir ilova bu MPay. MPay orqali Rossiyadan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston va undan tashqari 200 dan ortiq davlatlarga pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. MPay sizga foydali kurs va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etadi.